Hürmetli radyo anlıqçılar, anlavatqanыңlar tarix ve bugün sahibimiz. Mikrofon aldıdı men Ümit var sizler bilen birge. Tarix ve bugün sahibimizin bugün kısmında Uygurlar ve Uygur rayonunda besip ötken siyasi musafirlere ait hazırlanған programma diqqatinglarda boludu. Qani merhamet, diqqatinglar tarix ve bugün sahibimizde bolsun. 2024 yıl 4. ayının 14. günü Uygur halkının 20. asırda ötken milli dayısı 1944-49 yıllar arasında mevcut bolğan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin Şarkı Türkistan Milli Müstakillik Hareketi'nin rahbari Ahmetcan Qasimi dünyaya kelganligining 110 yıllıqıdır. Bu gün münasebeti bilen bu zatni hatırlaş, yad etiş, o rahbarlik qilgan mustaqillik ve azatlık inqilabını eslash hem şu davr haqida atrofliq cho'nqur fikr yurgizish nayt muhim deb qaraladi. Dünya Uyghur Qurultayı Ahmetcan Qasimi tug'ilganligining 110 yillik munosabati bilan uni cho'nqur yad etib, uning kurash yo'li ham irodasining buningdan keyingi Uyg'ur milliy harakatida yanada yetakchilik ahamiyatiga ega ekanligini muayyanlashtirdi. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Dolqun İsa Ahmetcan Qasimini Uyghur xalqining mustaqillik harakatida doyiliq salohiyati bilan tonilgan haqiqiy milliy rahbar deb atadi. Ahmetcan Qasimi Uyghur xalqining bir mustaqillik harakatining simgisi. Haqiqiy Uyghur xalqiga doyiliq salohiyati bilan tonilgan ve Uyghur Milli Müstakillik Hareketi'nin bir çırığı bulup keyingi izbasarlar üçün Şarkı Türkistan müstakillik körüşüge bir ülgü yaratıp bergen bir rehber. Yaş vaxtıda aramızdan ayrıldı ama şu yüzünün yaşının yaş buluşu qaramay Xitay hakimiyeti bilen boğan söhbetlerde Uyghur halkının cesaretini, iradesini, kabiliyetini yeterli derecede oturup koyalgan ve müstakillik iradesinden vazgeçmegen keyingi avlatlarga 3. bir cumhuriyetimizni kuruşunun fikri asaslarını, iradelerini yürütüp berelgen bir rehber. Ahmetcan Qasimi 1944 yıl 12 noyabr günü G'ulji shahrida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetida qadamma-qadam o'sib, o'zining siyosiy talanti, qobiliyati, mo'l bilimi va mustahkam kurash irodasi bilan xalqning e'tirof qilishiga ham suyishi va qadrlashiga erishgan. Ya'ni oddiy bir jangchi sifatida qo'zg'olonga qatnashib, orqadan Ozod Sharqi Turkiston gazeti tahriri, Sharqi Turkiston hukumati muavin bosh kotibi, Sharqi Turkiston Cumhuriyeti harbiy ishlar noziri, hukumat a'zosi darajasiga ko'tarilgan. 1946 yildan keyin Sharqi Turkiston inqilobining rahbari sifatida o'ttirg'i chiqib, ozodlik ko'rishidagi bir simvollik rahbarga aylangan. Ahmetcan Qasimining eng yaqin sabdishi 1944 yil 12 noyabr kuni qurilgan Sharqi Turkiston Cumhuriyeti hukumatining bosh kotibi Sharqi Turkiston Cumhuriyeti Ahmetcan Qasimi bilan birlikda barliq hukumat ishlarining programmalarini tuzgan Abdurrauf Mahsum İbrahimi 2004 yil Ahmetcan Qasimining kimligiga baho berib mundaq degan edi. Ahmetcan Efendi'de hech qanday gap yo'q. Ahmetcan Efendi bor-ku, oq ko'ngil odam. Ahmet Efendi'ni ben shundoq baholayman. Men Ahmet Efendi'dek musulmonni ko'rmadim desam bo'ladi. Ahmet Efendi diyanetlik, yolg'on gap qilmaydi, biroq o'z dini tegmaydi. O'zi o'lsa o'ladi, xalqni o'ltirmaydi. Ahmet Efendi'dek odamni men bir qatam ko'rdim, ikkinchi ko'rganim yo'q. Ko'rgandimmi endi? Endi Ahmet Efendi rahmatlik o'zi shundoq oq ko'ngil odam edi. Dunyoda oq ko'ngil odamlar hayot kechirmaydi. Bu dunyoning qonuniydi. Gapning rostini aytish kerak. Gapning haqiqati shu. Bizga shuning uchun qarang. Biz odamlarning to'g'riligiga, oq ko'ngilligiga, yaxshiligiga qarab baho beramiz. Zaman yarib bermedi, nima uchun yarib bermedi, uning bilan bizning ishimiz qo'limizdan kelmaydi. Ahmet Efendi qo'ygan gunoh yo'q. Ilhom To'raga qo'ygan gunoh yo'q. Xo'sh, endi mayli qancha ish bilan chiqsa bizning ishimizdan chiqqanlar bo'ldi. Bölünüp çıktı, konsullar tarafı ötüp gitti, ularga setilip gitti, onu biz bilimiz. Bosu biliversin zaman yarı benim. Ahmetcan Qasimining iqtidori va talanti Sharqi Turkiston Cumhuriyeti Reis Ilhon To'ra va boshqa hukumat a'zolari tarafidan yuqori baholangan. Cumhuriyet Reis Ilhon To'raning Ahmetcan aramizdagi bir guhar degan so'zlari ayni vaqtda inqilob rahbarlari orasida kuchli ta'sir qo'zg'agan edi. Ahmetcan Qasimining siyosiy hayoti va uning xalq va milliy ozodlik inqilob sifatidagi kurashchilarning qalbidagi o'rni nihoyat yuksak bo'lib, uning kurash hayoti Sharqi Turkiston milliy armiyasining polkovniki Ahmetcan Qasimining 5 yillik sabdishi atog'liq yozuvchi Ziyo Samadiyning Ahmet Efendi nomli romani orqali yoritilgan.
Qozog'istonda yashaydigan Uyg'ur jamoat arbobi Sharq Turkiston Jumhuriyati bosh kotibi Abdurauf Mahsum Ibrohimning o'g'li Oztekin Ibrohimning qayd qilishicha, Ahmedjon Qosimiyning obrazi, ideyasi va kurash yo'li O'rta Osiyodagi Uyg'ur va boshqa xalqlar orasida cho'nqir iz qoldirib kelmoqda. Biz Uyg'urlarmi tarixda Uyg'ur onalari qanchalardan boturlarni, qahramonlarni, buyuk qo'lboshchilarni, xonlarni, xaqonlarni dunyoga akelgan. Mana shularning birisi 20-asrninki boshlarida 44-49 qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining buyuk qo'lboshchisi Ahmadjon Qosimidir. Ahmadjon Qosimini O'rta Osiyodagi Uyg'ur xalqi nayt hurmat bilan tilga oldi va butun o'zining hurmatini Ahmadjon Qosimga maqtan tutib bir-biriga paranglashadi va yoshlarga so'zlaydi bu to'g'riliq. Shu vaqtlardagi Ahmadjon Qosim bilan birga xizmat qilgan, janglarda birga qon to'kkan, qo'li qurol elib vatanni qo'g'digan, nurg'unlagan ofitser, komandirlar O'rta Osiyoga, Qozog'istonga, O'zbekiston, Qirg'izistonga chiqib bular uzoq vaqt shu tarixlarni gazet jurnallarda yezib kelajak avlodga shu tarixlarni yetkazdi. O'zlarining beshidan o'tkazgan haqiqiy tarixlarni. Shunlashqimi O'rta Osiyodagi hozirgi yoshlarimiz bo'lsin, bizdan cho'nglar bo'lsin, Ahmadjon Qosimini hurmat bilan tilga olamiz. Endi Ahmadjon Qosimov kim deganda, uni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining hukumat a'zosi va hukumatning bosh kotibi. Bugun o'zining shu vaqtdagi umrini Ahmadjon Qosim bilan birga o'tkazgan Abdurauf Mahsum mandaq deb tanishtiradi. Ahmadjon apandining amaliy ish harakatlaridan ilib qaraganda uning tabiati, mijozi, xulqi haqida qat'iy turda shundoq deyishga bo'ldiki, u oq ko'ngil, ochiq chiroy, muloyim, rahim shafqatlik, odil, tirishchan, irodalik, jasur, haqiqiy oliyjanob inson edi. Axloq, odamgarchilik jihatda u bir bayroqdek turdi. Mana shundoq bizning ulug' odamlarimiz shu vaqtdagi siyosatda davlat tizginini tutgan zo'ravonlarning uni jaranglab, davlati yo'q mazlumlarning tili kesilgan bir zamonning qurboni bo'ldi. Mana bugun Ahmadjon Qosimining 110 yillik nishoni bilan hurmat bilan Ahmadjon Qosimi doiramizni biz Uyg'ur xalqi bo'libmi Qozog'istondagi Uyg'ur xalqi hurmat bilan tilga olamiz. Ahmadjon Qosimi 1946 yil 7 oydan 1947 yil 8 oygacha Urumchidagi Xitoy taraf bilan Sharq Turkiston Jumhuriyati orasida tuzilgan bitim bo'yicha qurilgan birlashma hukumatda muavin rais bo'lib ishlagan. U bu chaqda Xitoy Gomindang harbiy siyosiy doiralariga qarshi siyosiy kurash yo'lini tutgan bo'lib, u Jang Jijong boshliq Xitoy harbiy siyosiy amaldorlari bilan yuzma-yuz bosh egmay kurash qilganligi uchun Xitoy amaldorlari uningsiz hech qanday qadam bosolmas ahvolga tushib qolgan. Ana shu sababdan 1947 yil 25 fevral kuni Urumchida 10 ming Xitoy fuqarosi va harbiy saqchilari ko'chaga chiqib, "Yo'qolsin Ahmadjonni o'ldirayli" deb shior to'lab namoyish qilish voqeasi yuz bergan edi. U bu tahdidlarga pisand qilmay, Xitoy amaldorlarini namoyishni to'xtatishga majbur qilgan. Ahmadjon Qosimi qatorliqlar 1947 yil 8 oyda G'uljaga qaytib, Xitoy Gomindang doiralariga qarshi kurashni davomlashtirdi va Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgan 3 viloyatning savdo, iqtisodiy, madaniyat, ma'rif ishlarining taraqqiyotini yuqori ko'tarib, Xitoy hukmronligidagi 7 viloyatdan yuqori turmush sharoiti, yaxshi iqtisodiy hayot va ma'rif ham farovonlik yaratdi. Yaponiyadagi Uyg'ur filologiya institutining mudiri Ahmadjon Qosimining davlatchilik ideyasini tadqiq qilgan doktor Muxtarjon Abdurahmon apandining qarashicha, Ahmadjon Qosimi Sharqiy Turkistonning iqtisodiy, siyosiy, madaniyat va boshqa jihatlarning rivojlanishiga yetakchilik qilish orqali o'zining davlatchilik ideyasi va falsafiy qarashlarini barpo qildi. Uyg'ur siyosiy tarixidagi buyuk islohotni, Uyg'ur ideologiya tarixidagi, Uyg'ur davlatchilik tuzilmasi tarixidagi eng cho'ng buyuk islohotning ijrochisini ham Ahmadjon Qosim deb qarashimiz kerak. Chunki Ahmadjon Qosimningki bilim qurilmasining kengligi
cho'nqurligi ideologiya jihatdan demokratik erkin saylamni asosiy vosita qiladigan uchuq bir g'arbcha demokrat tuzum tashabbus qilishi bu bizning so'zimizning dalili bo'ldi deb ishonamiz. Bu birisi, yana birisi davlatchilik falsafasi nuqtasidan qaragan vaqtda Ahmadjon Qosimiy Uyg'urning yaqinqi zamondagi davlatchilik an'anasiga qarata dadil islohot olib boradigan o'zininki shu davrda es qilganlarini va bilganlarini Sharqiy Turkistonning davlat tuzilmasiga dadil kirgizilgan va uni amaliyotda ijro qiladigan natijasini ko'rsatadigan buyuk bir lider deb qaraymiz. Ahmadjon Qosimiy ana shu 2. Dunyo urushining oldi keyindagi dunyoviy munosabatlarning qayta shakllanish va o'zgarish jarayonidagi munosabatlarga qarab Uyg'ur xalqining ozodlik kurash usulini tanlagan, Uyg'ur xalqining taqdiri ustida izlanguchi va yetakchilik qilguvchi rahbar edi. U 1949 yılı 8 ayda Sovet İttifaqı bilan Xitoy Kompartiyasining tutishi ostida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti jumladan Uyg'ur xalqining siyosiy taqdiri eng oxirgi hal qilguvchi bosqichga kirganda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti barpo qilgan hur siyosiy hayotni Uyg'ur va boshqa millatlarning qo'lga keltirgan ozodlik mevillarini saqlab qolish ham uni kapolatga qilish yo'lida oxirgi tiniqigacha kurash qildi. Ahmadjon Qosimiy 1914 yıl 4 ayning 14 kuni G'oljida tug'ilgan. 1920 yillarning o'rtalarida Sovet ittifoqiga ketib, boshlang'ich, o'rta va oliy maktab tarbiyasi olgan. 1942 yil vataniga qaytib kelgandan keyin Shinsisay doiralari tomonidan qo'lga olinib, 2 yil Urumchidagi turmada yotgandan keyin 1944 yil 10 oyda qo'yib berilgan. G'oljiga qaytib kelibla G'olji qo'zg'oloniga qatnashib, Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurish janglarida bo'lgan va shuningdan keyin inqilobiy hayotini boshlagan edi. Hörmətli dostlar, yuqorida sizlar tarix va bugungi sahifamiz bilan tanishdinglar. Xayr xo'sh, bu programmani Umidvor hozirladi.